Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kulgu ishqibozlari. Xabaringiz bor, 3-aprel kuni Toshkent shahrida Respublikanskiy xushkayfiyat ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Bunda Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani askarchilik va qiziqchilik mahorat maktabidan kelib biz qatnashdik. Bunda faxrli birinchi o'rinni oldik. Buni sababchilari albatta ustozlarimizni duosini olganimiz hamda ota-onamizning duosi, obunachilarimizning qo'llab-quvvatlashimiz. Bunda hokimiyatning katta hissalari qo'shildi. Bizning birinchi o'rinimiz barchaga muborak bo'lsin. Hammani tabriklayman. Bizni kuzatib o'rayotganlarga kattakon rahmat. Birinchi o'rin sohiblari meni hamshaharlarim emas, lekin mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa mahorat maktabi askarchilari birinchi o'rin sohiblari. Marhamat, qarsakinglar. Muborak bo'lsin. Xo'p. Saydaxon, ana endi mana askarchilarimizni alohida taqdirlab ularga 10 million so'm, 20 million so'm pul mukofotlari taqdim etildi. Mana